Смотрите, какая красота у вас здесь. Более впереди такая маленькая. Все? Bugun ajoyib bayram, xalqlar do'stligi kuni. Albatta mustaqil O'zbekistonimizda, yangi O'zbekistonda 100 dan ortiq millatlar mana shu davlatimizda o'zbek xalqi bilan yonma-yon birgalikda ahil inoq bo'lib davlatimizni rivojlanishda o'zlarini munosib hissalarini qo'shib kelishmoqda. Albatta mana shunday bayramlar xalqlar o'rtasidagi do'stlik, inoqlik yarashadi. Doim mana tumanlarimizda ham barcha tumanlarda mana shu bayramni xalqlar do'stligi tadbirlari, mustaqillik bayrami arafasida juda yaxshi tadbirlar o'tkazilmoqda. Barcha mana shu viloyatimizdagi milliy markazlar faoliyatiga men omad, muvaffaqiyatlar tilayman. Mana shu yurtimizda bo'layotgan rivojlanishlarda qo'shayotgan hissanlarim uchun minnatdorchilik bildiraman. Bundan keyin ham mana shu yurtimizda doimo tinchlik, do'stlik bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, hurmatli Botir Qodir Qanovich, sizdan iltimos qilamiz. Mana shu yerda taqdirlanganlarimiz bor. Aynan ana shularni taqdirlab berishingizni iltimos qilamiz. Demak, azizlar, diqqat qilamiz. Namangan viloyat hokimligi yurtimizda millatlar aro munosabatlarni mustahkamlash, viloyatda yashayotgan har bir millat vakillarini hamdo'stlik munosabatlarida faol ishtiroki, milliy tili, madaniyati va urf-odatlarini saqlab rivojlantirishga qo'shgan munosib hissasi uchun Namangan viloyati Rus milliy madaniy markazi faoli Shevchenko Larisa taqdirlanadilar. Guldiroz Qarsela bilan bayramlar muborak bo'lsin. Ovozingiz eshitilmayapti. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Namangan viloyati Rus milliy madaniy markazi faoli Grigor va Lyubov taqdirlanadilar. Yetkazib qo'yarkan. Keling, marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Avasyanova Raisa taqdirlanadilar. Irina Petrovna taqdirlanadilar Guldiroz Qarsela bilan. Shunday tashakkurnoma bilan Namangan viloyati Tojik milliy madaniy markazi faoli taqdirlanadi. Marhamat, Soy Tagimov. Koreys milliy madaniy markazi xodimlari taqdirlanishadi. Marhamat. Namangan viloyati demak Koreys millati madaniy markazi faoli taqdirlanadilar. Kim Gapsa taqdirlanadilar. Marhamat. Koreys millati vakili Guldiroz Qarsela bilan olqishlab turamiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Kim Lyubov taqdirlanadilar. Marhamat. Marhamat azizlar, tashakkurnoma bilan davom etamiz. Nigoy Vakirova taqdirlanadilar Guldiroz Qarsela bilan. Koreys markazi taqdirlanishadi. Hurmatli azizlarimiz, marhamat. Koreys milliy madaniy markazi.
taqdirlanadilar. Marhamat. Xoldorova Mavluda taqdirlanadilar. Namangan viloyati Tojik milliy madaniy markazi. Xoldorova Mavluda. Mamatjonova Shahlo taqdirlanadilar. Milliy madaniy markazi. Dolimova Shohida taqdirlanadilar. Demak, davom etamiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Zafarjonova Shabnamoy taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Hayitov Abdurasul taqdirlanadilar. Zambetova Farida taqdirlanadilar. Milliy madaniy markaz faoli Zambetova Farida. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Xudoyberdiyev Shuhrat taqdirlanadilar. Koreys milliy madaniy markazi faoli Kim Galena taqdirlanadilar. Rahmat kattakon, hurmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun va hurmatli azizlar, barcha taqdirlanganlarni umumiy fotosessiyaga sahnamizni maydoniga taklif etib qolamiz. Marhamat. Qochib turing. Shoh qizlar namunali raqs ansamblini taklif etamiz. Marhamat. Все счастливые, все довольные. Что вам подарили? Что за подарки? Что за какой-то набор? Может быть, посуда? Нет. Полотенце, по всей видимости, наверное. Полотенце вон, комплект. Разных цветов полотенца.
Navbat sahnada ustoz san'atkor Fotimaxonim Akbarova. Ребята, здравствуйте. Уже сфотографировались? Культур! Нове!